Siz yeni bir harf bilan tanishish oldida turib etibsiz. Uning qaysi harf ekanligini bilgingiz kelayotganda, undaqda boshlaylik. Bosh T. O'tira T. Ulanma T. Yalg'iz T. Siz yuqorida T harfining har xil shakllarini ko'rib o'tdingiz. Endi ularning so'zlardagi o'rniga diqqat qiling. Qosqi och toshqanning ot cheplarga qaradi. Choyni olib tikkanni kelajab og'ridi. Muattar to'xti, doktordan qo'rqdi. Kitdi, piltin, ishtidi. Hav. Ata, at mineli. Toy chiqini ketdi meyli. T'ga oyoq ani qo'ysak, ta bo'ladi. Ta. At. Tat. Ağa tani qo'ysak, ata bo'ladi. Ata. Taga nani qo'ysak, tana bo'ladi. Ne ana, tana. Maqtanchaq to'shqan. To'shqan bilan To'michoq to'shqanning uyida tavuz yeyishib o'ltirganda, to'shqan ochpaqiliq qilib jiq yabapti. To'michoq to'shqanning og'rib qolishidan ansirab, "Televizorni assangchi, kegash o'tiraylik" debdi. Rost degandek, to'shqan televizorni ochgandan keyin tavuz yeyishdan to'xtabdi. Ammo televizorda chiqayotgan narsalarni tunishtirib, To'michoqqa orom bermadi. "Avu odamning puti, avu odam. Yenidiki qutur ish yitilog'ini ot, ama." "Voy bo'ldi qisangchi, bek men chikansan" debdi To'michoq terikib. "Ani qara, traktorda yer haydayotgani mening og'inam bo'ladi" deb vatildab beribdi to'shqan. Dal shu chaqda ish kelib To'michoqni chaqiribdi. "Ha, mana ishtaka." To'michoq to'shqandan qutuladigan bo'ldim deb o'ylab, derazaga qo'nibdi. "Biz tavozliq o'yin o'ynaylik, bo'lamdi?" debdi ish To'michoqqa. To'michoq ma'qul bo'ldi. Buningga to'shqanning achchig'i kelib, ularga o'zini ko'zitib qo'yishni ko'ngliga pikib. To'michoq ishqa og'amchida mingishni o'rgatayotganda, to'shqan yugurib keldi va "Shunimi o'rganish ketamdi? Men sen do'tlarga og'amchida qandoq mo'dig'anligimni bir ko'zitib qo'yay" deb To'michoqning to'sqinig'iga qaramasdan og'amchiga chiqibdi. To'shqan bir necha qadam mingibla yiqilib tushibdi. "Xo'p bo'ldi" debdi To'michoq. "Po atmasam bo'lmamdi. To'li bujirlima" debdi to'shqan. "Men hozirli o kaptar mengotgan toksimida mengib chapoq ko'zlarini ichib qo'yaman." Shunda qilib, ular stolba ustidagi taxtayga chiqibdi. Bu yer haqiqatan egizgan. To'shqan po atqaniga ichida pushaymon qilsa-mu, gepidan yeni bilishga yuzi chidamay, simga dasabdi. U ming o'lib, ming tirilib, simning o'ttirisiga kelishiga put qo'lida jon qolmay, tampong'ini yo'qotibdi va "Quzullar!" deb to'g'lashga boshlabdi. Nima qilishini bilmagan ish bilan To'michoq to'shqanga "Ikki qo'lingda yana birisini tutib ol" deb vaqirabdi. Bechora to'shqan oldidagi yana birisini tutishiga tok soqib yetib, janidan ayrilibdi-da, yerga tikmollaq tushibdi. To'shqanning maqtanchaqligi oxiri o'zining beshiga chiqibdi. To'michoq ish kaptarlarmi buningdan o'tsim bilan nolsimga tang tegib ketsa, tok soqib yetadiganligini bilib, toksima atrofiga qayta yaqin kelmabdi.